Assalomu alaykum, keling. Va alaykum. Sumkani nima menga tashlab ketasan? Tayyor shkafchalarni qilib qo'ygan bo'lsin. Opa, nimalar zararladi? Balamda 50% skidka bo'lyapti deb eshitdim. Aha. Skidkadagi narsalaringizni ko'rsating menga. Xo'p bo'ladi. O'zing skidkani eshitib chopib kelding. Yana kurtovchiligingga o'ylaymi? Sirda balamda ko'rib turgan mana shu kanzil va kurtkalaringizga 50% dan skidka ketyapti. Men o'zi farzandlarimga faqat qimmat toza kiyimlar kiydiraman. Mayli, sifati yaxshi ekan. Mana shuni menga o'rab bering. Qimmat narsa kiydiraman. Kechirasiz, bizda ham shirpatret narsa sotilmaydi. Ishlaring. Shu qishki obuvlarimizga ham 50% skidka ketyapti. Rostana olaman. Mayli. Sifati yaxshi ekanda. Shu ko'rib turgan mavsumiy trikolaringiz ham 15% skidkada. Sifati yaxshi ekanda. Shuni ham olaman. Oling, yuring orqamdan. Yaxshi ekanda, yaxshi ekanda. Aytib qo'yur, zo'r skidka qilibsizlar-da. Voy, molodetskiyda zo'r ekan, troyka ekan-a. Bu troykalarimiz 50% skidkada. Rostana, как раз menda jiyanim bor edi, yangi tug'ilgan. Shuni ham olaman. Men senga nima, veshilkamanmi? Hamma yo'g'ingni menga iylasan. Eshik tagida tayyor korzinkalar qo'yib qo'yganmiz. Yo'q, menga iylatdi. Shu boshliqlar aytganda, shunga yaxshi qaragin, klientga yaxshi qaragin deganda, bo'lmasa seni o'zim bilardim nima qilishdi. Assalomu alaykum, mani quyoshchalarim, barchangizga xayrli kun. Men sizlarga shunaqa bomba yangilik bilan storiesga chiqyapman. Men hozir Balam supermarketidaman. Baytda 15% dan 50% gacha dahshat skidkalar ketyapti ekan. Bilasizlar-ku, men sizlarga faqat yaxshisini ilinaman. Skidkamiz faqatgina 10 kun davom etar ekan. Ay, yo'q, 10 kun emas, 13-dan 16-gacha 3 kun. 13dan 16gacha faqatgina 3 kun ulgurib qolinglar. Sizlarga faqat yaxshisini ilinaman, o'zimga ravo ko'rganimni bilasizlar. Quyoshchalarim, ilindimmish. O'zi seni pulga chaqirgan bo'lsangiz reklamaga. Yomon kibrli bloger ekan bor-u. Hurmatli mijoz, mana sizdan 520 ming so'm bo'ldi. Mana sizga 600 ming. Zdachisi kerak emas. Yaxshi xizmat ko'rsatganingiz uchun. Rahmat, yana kelib turing. Quyoshchalarim zo'r bloger ekan, Shuncha pulga reklamaga chaqirgan bo'lsa ham, uni to'ldirib narsa olib ketdi o'zini puliga. Malades, mart ayol ekan, boru joni sog' bo'lsin, zo'r ekan, yomonlasharida, unaqa bas ekan, zo'r ekan. Endi bunday bloger bo'lgandan keyin maqtanadi-da, nima qilish kerak endi? Sog' bo'lsin, boru, sog' bo'lsin.